Assalomu alaykum. Sevara opa, hurmatli obunachilarimiz, tinglovchilarimiz, bugun biz Abdurauf Fitrat ning qizlari Sevargul aya xonadonlarga mana tashrif buyurdik. Sevargul opa bilan u kishini o'zlarini otalari to'g'risidagi xotiralarini tinglash uchun keldim. Sevargul opa hozirda mana 98 yoshdalar. Ilohim yana umrlarini Alloh ziyoda qilsin. Biroz eshitish jihatdan hozir bu kishiga qiyinchilik tug'dirayapti. Bizlar nutqlarimizni eshitish. Shu uchun ba'zi bir joylarda agar noqulayliklar kelsa, biz sizlardan uzr so'raymiz va bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum Sevargul opa. Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Men ismim Lutfiya Mirzayeva, Umrboqiy meros O'zbekiston madaniyati va san'ati targ'ibot markazining direktoriman. Biz mana shu yilning boshida bir katta loyiha boshlaganmiz. Bu loyihamiz shundan iboratki, shu loyiha doirasida bizni o'sha jadid bobolarimizni hozirgi zamonda yashayotgan avlodlarini, ular to'g'risidagi xotiralarini biz yozib olyapmiz, o'rganayapmiz va bir kitobda jamlayapmiz. Sizni otangiz Fitrat, bilamizki, o'sha o'zbek xalqining eng sevimli ham adabiyotshunos, ham olim, san'atshunos, dramaturg, tarixchi bo'lganlar qolaversa, O'zbekistondagi olimlarni ichida birinchi bo'lib shu Fitratga professor degan ilmiy unvon berilgan. Hozir sizdan shu otangiz to'g'risidagi xotiralarni tinglasak. Marhamat, so'z sizga. Endi men 8 yashar edim. Otam qamalganda, onam qamalganda. Keyin meni детприемникка olib ketishdi. Olib ketishdi-da, tog'am meni o'tdan oldilar. Keyin men ularnikida katta bo'ldim. Buvim bordilar. Lekin tog'amni ham vraklar o'tib, ularni ham qamashdi. Qayerga yuborishdi, nima bo'ldi, hech narsani bilmaymiz. Lekin necha yildan keyin men Stalinga ham nima yozganman, ariza. Mani otam hech vraklar bo'lishi mumkin emas. Nimasini ko'rib, boshqatdan ko'rib chiqaydi. Keyin nimadan? Stalindan javob kelardi. Endi дело пересмотра не подлежит, приговор остается в силе. 2-3 marta yozganman. Keyin axir mana shu Stalin o'lgandan keyin kim esimda yo'q, familiyasi kim bo'ldi o'rniga, unga ham yozdim. Keyin отдел писателlarga ham yozdim. Undan ham ulardan oldim nima javob oldim. Ana bor javobi menda. Nimasi nima мы дело пересмотрено, и он посмертно реабилитирован. Uni javobini O'zbekistonni
nima shundan olasiz? KGB'dan o'tdan oling. Oldim, uni ham oldim. Mana shunaqa qilib, mani o'sha tog'amni xotini bilan ularni 3ta qizlari bor edi. O'shalar bilan birga katta bo'lganman. Keyin maktabda o'qiganimda, maktabni bitirgandan keyin institutga kiraman deganman. Institutga men avtobiografiya yozishdim. Avtobiografiyamni o'qib qabul qilishmagan. Sen palonchani qizi deyishmadi deb, nima deyishdi? Biza bironta joyda ishlagan odamni olamiz. Sen qayerda ishlaganing yo'q. Keyin ish qilib, axir men chet tillar institutiga kira oldim. Keyin avtobiografiya Gapiravering. Nima dokumentlarimni ichida avtobiografiya yozmadim. Keyin institutni bitirgandan keyin o'shanda kimdir rektor edi. Esimda bor edi rektor. Oxirida nima dokumentlarni o'qib, hamma dokumenting bor, to'g'ri, faqat avtobiografiyang yo'q. Voy, keyin yig'ladim. Avtobiografiya yozgin dedi. Men avtobiografiya yozsam, institutga qabul qilmaysiz deya. Nimaga dedi? Men shunaqa otam Vrak narod bo'lib qamalganda kim edi? Men shunaqa desam, voy, nima bo'lsa ham yozavergin. Agar menga gap tegsa, mana bu stolini mendan oladi dedilar. Boshqa narsa qilolmaydi. Yozavergin, ekzamen topshiravergin. Keyin shu bilan men bitirdim. O'sha institutga keyin meni qoldirishdi. O'qituvchi bo'ldim. Undan keyin starshий преподаватель bo'lib, keyin prorektor bo'lib, mana shunaqa qilib ishlab, menmi 40 yil o'sha yerda ishladim. Keyin 24 yil nimada amerikanskiy posolstvida ishladim. 24 yil ishlaganimda hammasi bo'lib 64 yil to'xtovsiz ishlaganman. 90 yoshimda pensiyaga chiqdim. U ham nima uchun chiqdim? Yurolmasdim yaxshi. Keyin o'sha ular ketmagin, ishlayvergin, biz senga kolyaska beramiz, kolyaska bilan kel. Yo'q dedim, kolyaska bilan keldim. Shu o'shanda bir ishlamayman. Endi men o'sha yerda ishlab turganimda ular diplomatni bir kun bitta dokument olib keldi. Dokumentga keldi, mana shu dokumentni Fayzullo Xo'jayev nimada qaysidir qurultoyda gapirgan ekan, nutq.
Onu tercüme kıldık. Tercüme kıldık. O'shanda nima Fazlı Xo'jayevni nutqidan ma'lum ediki, endi nima mazmuni shunaqa biza uni nima konstitutsiya bo'yicha nima 16 nima 16 respublika nima samostoятельная. Lekin biza hali samostoятельный emas. Lekin degani o'sha nutqida sekin bo'lamiz. Ana hozirda ekan sekin bo'lamiz. Endi o'shandan kelib chiqadiki, o'sha paytda otam ham fitratam shuni qabul bilishgan, ikkovlari fikri bir bo'lgan. Bular qanaqadir plan emas. Har bitta mamlakatda o'zini zakonlari bor. O'sha zakonlar ustida ishlashganda bular mana bular jadid bo'lishgan. Chunki bularni ikkovlarini fikri bir, nimasi bir, xohlaydiganni qanaqa xalqini ishlashi. Lekin mana shunaqa bo'lganki, bularni xalq dushmani deb qamashganni bilasiz. Keyin nimani Fazli Xo'jayevni otishgan, Fitratni ham otishgan. Lekin nima Fazli Xo'jayevni ukalari bo'lgan. Bilasizmi? Ibodxo'ja. O'qigan. Ibodxo'ja o'zini otib o'ldirgan. Keyin nima endi hozir bilmayman-u, ilgari o'lgandan keyin juda ko'p nima o'tkazishar edi. 3 kunlik, 7 kunlik, 40 kunlik shunaqa nima nishonlashar edi. Mana onam borganlar 3 kunlikka. Mani ham olib ketganda. Keyin otam aytdilar, men bormayman ko'mishga. Chunki o'zini otgan odam, o'zini o'ldirgan odam yaxshi emas. Ularga kerak emas. Keyin biza bordik. O'sha odam nima o'qiydi-yu? Domla. Qur'on o'qiydi. Keyin o'sha yerda bitta qiz bor edi. Qiz. Mendan 3-4 yil kattaroq qiz. U qiz Fazli Xo'jayevni qizi ekan. Keyin oti Haza. U Fazli Xo'jayev nimada Sovet davrida Moskvada o'qigan paytda o'sha yerda bitta
tsigankaga uylangan ekan. U tsiganka tuqqan. Ana o'sha qiz. Keyin onam hayron bo'lganlar. Keyin uyga kelib aytdilarki, nima, mani oyim, voy, shunaqa Fayzuxo'jayev nimada qizi bor ekan Moskvada, tsigankadan nima, keyin otam oyimga tushuntirdilar. Bu yomon emas dedilar. Nima, mana misol uchun, lekin shu ishlarni otamni o'zlari qilardilar. Mana ko'rasan dedilar. Gulni man otam qaysidir gulni rangini boshqa qilmoqchilar. O'shani payvand qilardilar. Keyin bitta daraxtimiz bor edi. U daraxtni mevasi olma ham emas, nok ham emas. Payvand bo'lgan shunaqa. Mana shunaqa bu qanaqadir oyimga tushuntirdilar. Endi ularga tushuntirdilar, bola bo'lsa ham qulog'imga kelgan. Keyin mana dedilar, sizni ham okangiz o'ris xotini, mana qanaqa chiroyli qizlari, qanaqa nima, bu hech yomon joyi yo'q dedilar. Keyin nima, endi mani onam bilan otamni o'zim yoshligimda tushunmas edim, qandoqa qilib bular turmush qiladi. Onam savodsiz, juda savodsiz, hatto o'zlarini qo'llarida qo'ya olmaydi. Otam shunaqa nima. Keyin bir kuni keyin kechalari turib yozardilar. Kechalari. Keyin bir kuni so'radim otamdan. Ota, nimaga kechalari turib nima bir narsani yozasiz? Aytdilarki, ilhom keladi. O'shanga kelib oyi, men aytdim, voy, sizni turib yozishingizni har kuni ko'raman, lekin ilhomni biror marta ham ko'rmadim. Keyin aytdilarki, bu seni o'rtog'ing emas, ilhom. U ilhom, keyin tushuntirdilar ilhom nima ekanligini. Ilhom o'sha odamga nima bo'ladi, tushuntirdilar. Keyin tamam bir kuni ko'chaga chiqsam, bitta bolalar, o'sha yerda dedom bor edi. O'sha bolalar bitta bolani urishyapti, burnini qonatib yorishibdi. Keyin adam uyga kechqurun kelganda, u bolani urib, zit deyishadi. Keyin men aytdim, keyin mana shunaqa bolalar bitta bolani urdi, zit dedi. Zit nimadi? Keyin aytdilar, esingda boring bo'lsin, zit bu jigitlarni aytadi deb, zit deb. Lekin esingda bo'lsin, yomon millat yo'q. Millatlar hammasi o'zi har bitta odamlarni guruhlarni millati bo'ladi. Lekin bu nima? Proзвище nimada? Laqabi. O'shanaqa, mana misol uchun jigitlarni zit deydi, nima,
Ruslarni oqquloq deydi. Mana shunaqa aytdilar, lekin esingda bo'lsin, bunaqa yo'q. Faqat millat bor. Hamma millat yaxshi, baravar deb tushuntirgandilar. Shu onam bir nima deydi? Savodsiz, keyin dimoqlari baland, shunaqa edi. Adam yo'q. Keyin juda bolalarni psixikasini tushunardilar yaxshi. Man hozir bizlarni hammamizni bilamiz, ko'chalar asfalt, hech qanaqa turpoq yo'q. Man kichkinaligimda ko'chalar shunaqa turpoq ediki, xuddi unga o'xshardi. Man ham qolardim, bolalar oyoq yalang yurardi. Man ham qolardim oyoq yalang yurishni. Yo'q, oyim qayoqda? Dimoqlari baland, hech oyog'imni yerga qo'yishni bermas edilar. Albatta, oyoqqa bir narsa kiyish kerak. Keyin adam ishdan kelgandan keyin kelardi. Keyin oyimga aytardilar, biza bir qizim bilan aylanib kelaylik. Keyin chiqardik. bitta gazetani olardilar, yeshtirdilar nimani, kovshini yeshardilar, uni ichiga qo'yib qog'ozni ketardik. Mana endi yuravergin oyoq yalang yurardim. Qaytib kelganimizda oyoqlarimni artardilar, hamma yog'ini tozalab, nima qilib, keyin uyga kirardik, hech narsa qilmaganda. Endi nimalari, xarakterlari ikkovlarini boshqa edi. Endi qo'shnilar bor edi. Qo'shnilarni endi hurmat qilib oyimni mehmonga chaqirishardi. Endi shundoq nimani xotini Fitratni. Oyim chiqmas edilar. Yo'q dedilar, men chiqmayman. Ularni ko'rpachalari kir, o'zi nima chiqmasdilar. Mani buvim juda nima edilar, odam yaxshi ko'radigan. Mani olib chiqaverardilar. Keyin ular yaxshi ko'rardi borishni. Savolimizga konkretniroq javob berardilar. Sevar Gulaya, siz 8 yoshingizda bo'lganda o'sha dadangizlarni qo'llariga kishan solib olib ketganlar. Keyin sizni mehribonlik uyiga topshirganlar. O'sha mehribonlik uyidagi hayotingiz, keyin mana dadangiz bilan sizni munosabatingiz juda yaxshi bo'lganda, mana o'sha o'qigan, siz bergan intervyulardan men bildimki, o'sha dadangiz sizni juda yaxshi ko'rganlar. Nechta farzand bo'lgan sizlar oilalaringizda? O'sha davrlarni ham aytib bersangiz. Keyin tog'alarini qo'lida o'sganlar. Mana shu tog'oyizlarni xonadonida o'sgan yillaringiz. Yana keyin dadangiz haqida nimalarni eslaysiz u kishini hayotidan, u kishi ko'rgan qiyinchiliklardan? Mana shu to'g'risida ham aytib bersangiz iltimos.
Otangiz qamashgandan keyin, olib ketishgandan keyin sizni детприемникка berishgani, o'sha paytlarni eslab aytib bering. Tog'angiz uylarida o'sganlaringizni, shunaqalarni aytib bersangiz, keyin o'zi umuman otangiz bilan munosabatlaringiz, shunaqalarni eslaganlaringizni aytib bersangiz. Kim bilan munosabat? Otangiz Otangiz bilan. otangiz yaxshi ko'rganlar Bolalikdagi xotiralaringiz otangiz bilan. Keyin qamalgandan keyingi paytlar, детприемникdagi paytlar, shunaqa paytlarni ham aytib bering. Endi buvim bilan yashadim haligi nima bilan tog'amni xotini bilan Antonina O'ttimna edi. U hamchi u Antonina O'ttimna ham o'zi qiziq bo'lgan. U bir knyazni qizi bo'lgan. Knyazni qizi bo'lgan. Sovet davri bo'lgandan keyin u knyazni qayergadir surgun qilishgan. Qizlarini, 3 ta qizi bo'lgan o'sha knyazni O'zbekistonga nima qilishgan. Bular nimada Rigada yashashgan. Keyin nima bular poyezdda mani tog'am bilan tanishishgan. Chunki u paytda rus tilini hech kim bilmagan, mani tog'am bilardi rus tilini. O'shalarga aytganda qisqacha bular bir-birini yaxshi ko'rib qolgan. Yaxshi ko'rib qolganda keyin aytganda bularni Samarqandga surgun qilgan. Kelaylik, Buxoroga bir kiraylik, biz bir kunlik mehmon bo'laylik onamnikida. Keyin Samarqandga men sizlarni olib kelib bironta joyda joylashtiraman. Keyin Buxoroga borishgan. Buxoroda keyin tog'am buvimga aytganlar, men shu qizni yaxshi ko'rib qoldim. Men shunga o'ylanaman, xotinim bilan ajrashaman. To'tam mani buvim aytdi, voy, hech kim. Keyin bu knyazini qizi degandan keyin knyazni bilishar ekan. Knyazni qizi bo'lsa olgin, mayli degan. Keyin tog'am ana birinchi xotinlari bilan ajrashganlar. Uni Samarqandga olib borib, unga uylanganlar, o'sha nima xotinda. Uylanganlar, u uydagi xotin bolani, chaqaloq bolani tashlab ketgan buvimga. Buvim nima qiladi chaqaloqni? Keyin ularni Samarqandga olib kelganlar. Olib kelganlarda aytganlar, mana shuni xotining tashlab ketdi bolasini. Nima qilaman? Keyin u Antonina menga bering, men katta qilaman. Mana yaqinda men ham tug'aman, 2 ta qizni katta qilaveraman. Keyin haqiqatdan rosa o'zini bolasiday qilib katta qilgan. Keyin nima? Mana endi gapim nimaga bo'lishiga yetib beryapman bilmayman. Mayli gap. Bunga aloqasi yo'q, между прочим. Endi
o'sha did priyomnikdan tog'angiz sizni olib chiqqanlarini gapiring. Keyin uylariga olib kelganlar, o'sha qizlar bilan birga katta bo'lgansiz. To'g'rimi? Mana shularni ham gapiring. Ha. O'sha keyin tog'am o'sha did priyomnikdan borib mani olganlarni o'zlarini bolalarida katta qilgani o'shalar bilan barobar katta bo'lganman. O'shandan keyin o'zbek tilini mana xudo urushlarda katta bo'ldim. Nimani tilni bilmayman, o'zbek tilini, tojik tilini bilaman. Tog'alarim xotinlar rus bo'lgan. Nima? Oilada ruscha ruscha qiz Hech gaplashilgan. narsani bilmayman. Keyin shu keyin tog'amni ham, ularni ham brak narod deb qamashdi. Keyin qayerga yuborishdi ularni? Bilmaymiz ularni nima qilib. Lekin men o'sha davr Rahmat, mayli. Endi suhbatimizni oxirida, Sevargul aka, suhbatimizni oxirida mana shu dadaizlarni, Abdurov Fitratni nomlarini abadiylashtirish uchun ko'p siz ishlar qilgansiz, tashkilotlarga murojaatlar qilgansiz va nihoyat mana shu mustaqilligimiz sharofati bilan Fitrat nomlari qayta tiklanib oqlanganlar. Mana shular to'g'risida gapirib bersangiz suhbatimiz oxirida. Keyin reabilitatsiya bo'lib, nomlari tiklanganlari to'g'risida, shunaqalar to'g'risida aytib bering. Yozgan. Nomlarini tiklash uchun harakat qilganingiz, yozganlaringiz, keyin axir oqlanganlari, shularni aytib bering. aytdim ularni. Men Stalinga ham yozganman. Keyin ikkinchi nimasiga ham yozganman. Axir дело пересмотра не подлежит, deb приговор остается в силе deb javob olardim. Keyin Stalin o'lgandan keyin lekin oqlashdi-da. Keyin shu nima yozuvchilarni nimasi bor, Uyushmasi. o'sha direktori otamni aspiranti. Bizaniki juda ko'p kelardi, meni ham juda yaxshi tanirdi. Keyin men shu oqlangan qog'ozni olib borib ko'rsatdim, reabilitирование deb. Keyin ular aytdiki, bu как гражданин oqlangan, а как писатель нет. Ну, endi писатель, как это так писатель не этот. А endi mana как писатель. Mustaqillikdan keyin sizga prezidentimiz o'zlari chaqirib Navoiy mukofotini berdilar Fitrat uchun. To'g'rimi? O'shani ham gapiring. Lekin otam shunaqa nima edilarki, haligi aytdimu, bolani urganda aytdilar, millat shunaqadir. Keyin mani o'rtog'im bor edi, qiz o'rtoq. Yig'lab yuruvdi,
nega yo'lavorsam mani otam o'lib qolyapti. Ha nimaga? Man bilmayman. Kelib otamga aytdimki, ani o'rtog'imni otasiga bir narsa bo'lsa o'lib qoladi deyapti. Bordilar. Ko'rdilar, keyin qaytib o'yga keldi. İlgari krizma bo'lardi, bilasizmi? Krizmani oldiga ketdi. Keyin qaytib bir soatdan keldi. Yaxshi bo'ladi. O'rtog'ingni otasi. O'zlari lichna, o'zlari o'sha krizmani qilib, uni faqat ichi kirmagan ekan, zapor bo'lgan ekan. Mana shunaqa juda nima edilar. Hammaga nima yordam bo'lsa yordam qilib, keyin o'sha detdomda bolalar bilan suhbat o'tkazardilar. O'shalarning ichida sposobniy bolalarni o'zlari yonlaridan to'lab o'qishga yuborgan. O'qishga yuborardi. O'sha islardan chiqib bordi. Aytmaydi endi. Qarichilik. Juda shunaqa hammadan nima edilar. Nima juda ko'p savol berardim-da. Hamma savollarimga juda bola tushunadigan nimada tushuntirardilar. Mayli, rahmat. Endi o'zimiz uni aytib o'tamiz. Mayli, ayamni charchatib qo'ymaylik. Rahmat. Hurmatli tinglovchilar, mana Sevargul ayani ham biroz charchatib qo'ydik. Oxirgi o'sha mustaqillik yillarida Fitrat oqlanganlaridan keyin O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov o'qishiga Navoiy mukofotini topshirgan. Bu mukofotni shaxsan mana shu Sevargul ayani o'zlari qabul qilib olganlar. Sevargul aya, bugungi suhbat uchun sizga katta rahmat. Bizni tashkilotimiz tomonidan shu yil yaqindagina Turkiston jadidlari va huquqiy madaniyat deb nomlangan mana shu kitob tayyorlanib nashr etildi. Bunda o'ta e'tiborlarida hamda o'sha sizni oldingi televideniyalarda, radiolarda bergan intervyularingizdan foydalanib tayyorlangan intervyu hamda fotosuratlar ham kiritilgan. Men shuni sizga hozir markazimiz nomidan sovg'a qilaman. Sovg'a sizga. Rahmat. Sizga sovg'a berdilar, sovg'a qilib berdilar kitobni. Rahmat. Kitobimizda Fayzulla Xo'jayevni onalarini suratini ko'rdim. Fayzulla Xo'jayev haqida ham kiritilgan. Fayzulla Xo'jayevni onalari nimada? Endi u paytlarda erkaklarni 2-3 xotini bo'lardi-yu. O'sha ular ikkinchi xotin bo'lganlar. Birinchi xotinlari haligi Ibod xo'jani onasi. Bular bir hovlida turishardi. Bu hovli nimada? Oloy bozori bor-ku, Oloy bozorida o'sha yaqin joyda bir chiroyli bironta boyni hovlisi bo'lgan. Keyin haligi Sovet davri bo'lganda ko'p oilani
surgun qilgani, bizani hovlini ham haligi boshqa odam olgani, o'sha bitta hovlilar ikkiga bo'linardi-yu, ichkari tashqari. Tashqari bo'ldi. Ha. Ular tashqarisida yashardilar. Birinchi xotinnikini bir ichkarida. Lekin Fazlullo Xo'jayevni onalari, o'zlarini onalari qulni qizi bo'lgan. Qulni qizi Rab qulmi? Qulni qizi bo'lgan. Lekin nima? Shu otam vrach narod bo'lib qamalgandan keyin, mani onamni ham qamashgan etdimi? Keyin ularni ham qamashgan. Ularni ham qamagani, ular o'sha qulni bir patada qulni qizi bo'lgan bo'lsa ham, endi Fazlullo Xo'jayevni onasi bo'lganda juda o'zlarini baland tutardilar. Keyin o'sha Fazlullo Xo'jayevni qamoqda endi hammani dapros qiladi-yu. Daprosga borgandan keyin haligi nima savollar bergan endi dapros qiladigan, uni bir shapaloq urganlar. Chunki o'zlarini deb baland tutardilar. Keyin ularni olib kelib kamerada olib kelib qo'yishgandan keyin Goladovka nima qilganlar, ovqat yemaganlar, nima qilmaganlar, yotganlar. Nima qilib, keyin o'sha yerda o'lganlar. Endi endi o'sha Fazlullo Xo'jayev o'sha onasidan Mayli Fazlullo Xo'jayevga o'xshada boshqa paytga gaplashamiz. Sevargul opa, bugungi suhbatingiz uchun katta rahmat. Mazmunli suhbatingiz uchun sizni charchatib qo'ydik. Katta rahmat sizga. Hali yana kelamiz. Hali siz bilan yana ko'plab suhbatlashamiz. Hurmatli tinglovchilarimiz, bizni mana Abdurauf Fitratni qizlari Sevargul aya bilan bo'lgan suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz bilan birga bo'ling. Biz yana boshqa jadidlarning ham avlodlari bilan uchrashib, xuddi shunday sizga ularning suhbatlarini taqdim etamiz. Salomat bo'ling. Balam